Blue Point brendidan shunaqa ajoyib ham SPF ham tonalka ham butun badan uchun losyonimiz keldi. Juda ham ajoyib losyon, yaltiroq effekt beradi, chuqur oqartiradi. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar effektini. Hidi ham zo'r. Hozir yangi ochdim uchun chiqmayapti. Mana chiqdi va nihoyat. Ana e'tibor berib turinglar. Bitta qo'limga suraman. Shunaqangiz уже blesk berishni boshladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, вообще zo'r shunaqangi. Buni tonalka yoki SPF surmasdan ham bemalol bitta o'zini surib ko'chaga chiqsanglar ham bo'ladi. Shunaqangi ajoyib. Grami ham ko'p, ancha vaqtga yetadi. SPF o'rnida ham ultra binafsha nurlardan saqlaydi. Foydalansa bo'ladi bemalol. Mana yaltirashini ko'ryapsizlar. Ozgina surtdim ama ikkita qo'limni solishtiramiz. Mana hozir fonarni ham o'chiraman. Yo'q, o'chirish iloji yo'q ekan. Umuman mana o'zi bilinib turibdi-yu yaltirashidan. Shunaqangi zo'r ajoyib kremimiz. Bu o'zi badan uchun losyon, lekin buni yuzga sursa juda ham yaxshi effekt beradi. Qo'lga ham mana ko'chaga chiqqanimizda, ayniqsa hozir quyosh, bahor kuydiradigan holat. Butun badaningizga, ayni quyoshdan saqlash uchun ko'rinadigan hamma joyga sursa ham bo'ladi. Zo'r.